payg'ambarni inkor qilish, qiyomatni inkor qilishdan ortiq gunoh yo'q. Undan keyingilarni sanasa kichkinayib boradi, lekin ularga ham hammasiga havoyi nafs sabab. Gunohni qaysi birini oling? Qaysi birini olsa ham, zinoga ham havoyi nafs sabab. O'g'rilikka ham shu, qaroqchilikka ham shu, poraxo'rlikka ham shu, birovning molini tortib olishga ham shu, hammasi shu. Ana shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam doimiy duolari bor ediki, aytardilar: Allohumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Allohim, men seni o'zingdan panoh so'rayman. Munkar axloqlardan, yomon axloqlardan, munkar amallardan va munkar havolardan. Buni qarang. Bu duoni kim qilyapti? Rasuli akram alayhissalatu vassalom. Allohning habib payg'ambari, Bani Odamning ulug'i, payg'ambarlarning xotami, ma'sum, gunoh qilmaydigan zot, Alloh taolo avvalgi va oxirgi gunohlarini kechganligini Qur'onda e'lon qilib qo'ygan zot havoyi nafsning yomonligidan panoh so'rayaptilar. U zotga shunchalik yolborsalar, u zotni ummatlari, biz gunohkor bandalar qanday holda bo'lishimiz kerak? Mana shu duoni siz bilan bizdan kim qilib yuradi? Ana shu.